İkinci sual. Assalamu alaykum ustoz. Suallarım tövendikicha. Birinci. Qo'limda tamoq to'shishga ishlatadigan bir motosiklet bor. 11 ming liraga olgan. Shuning bilan tamoq to'shaydigan ishlarni qilib, oilamni qamdayman. Zakat bermoqchi bo'lsam, bu motosikletni qo'shib hisoblaymanmi? Ikkinchi. Zakat berganda uning zakat ekanligini olg'uchiga bildirish shartmi? Misol, men zakatni akamning uyiga yoki boshqa yaqinlarimga bermoqchi bo'lsam, ularga buning zakat ekanligini demayla, birining yardım ekan yoki sen ishlatgan degandek gaplar bilan bersam ado bo'lamdi. Uchinchi, o'lib ketgan onam uchun sadiq qilmoqchi bo'lsam va bu pullarni yo'qsul bir tuqqanlarga bersam bo'lamdi. To'rtinchi, men bu yil inshaalloh zakat bermoqchi. Ammo turk tunishlar ba'zi pul va yemeklik yashiklikni elib keladi. Agar shu narsalar birovning zakati bo'lib qolsa, biz olsak durustmi? Chunki bu zakatmi yo xayri ihsonmi deb so'rag'il bo'lmagandikin, yana biri bir qancha oilaga biroqli akirib beradigan bo'lgach, buni olsak bo'lamdi. Agar zakatligini aniq bilgan taqdirda elishga bo'lamdi? So'roqchi Uyg'ur, Turkiya. Javob: Va alaykum assalom. Birinchi, motosikletni qo'shib hisoblamaysiz. Ikkinchi, zakat ekanligini og'zida ochiq deyish ado tepishning sharti emas. Shunga hozirgi kunimizda zakatni shaxslar o'zlari beradigan bo'lg'achqa, ma'lum bir shaxsning zakat elishga loyiq ekanligini bilsa, uningga zakatni berganda buni ishlatsalar, birining yardım ekan degandek so'zlar bilan olg'uchining ko'nglini avaylish kerak. Uchinchi, sadiqa va zakatlarni yo'qsul bir tuqqanga bersa ham ado topadi, ham sizlar rahim savobi bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam miskinga qilingan sadiqa, tuqqan qilingan sadiqa, ham sizlar rahim degan. Bu zakatmi deb so'rab beqish kerak. To'rtinchi savolning javobi: bu zakatmi deb so'rab beqish kerak. Zakatligini aniq bilgan taqdirda elishga bo'lmaydi. Bilinmagan taqdirda agar ehtiyoj bo'lmasa, olmog'ini tuzuk.